Agar siz ekspert bo'lsangiz va onlayn kurslaringiz bo'lsa, bu videoni oxirigacha onlayn kurslarni tashkil qilayotgan va juda ko'p ekspertlar yo'l qo'yayotgan eng muhim xatolardan biri bu. Kursgacha bo'lgan vaqtda KazDev o'tkazishayapti, analiz qilishyapti, tahlil qilishayapti, lekin kurs yakunida esa tahlil KazDev ularni yodidan ko'tarilayapti. Ammo kurs yakunida siz KazDev o'tkazsangiz, ishoning, keyingi kursingizni amalga oshirish uchun sizda juda ko'p axborot va keyingi kursingiz natijaviyligi yana ham oshishiga bu juda katta yordam beradi. Endi sizga savol, siz kurs yakunida albatta so'rovnoma KazDev o'tkazyapsizmi, yo'qmi? Bu savolga javobingiz men uchun juda ham qiziq. Izohlarda sizni javobingizni kutib qolaman. Agar onlayn kurs qilayotgan tanishingiz bo'lsa, bu videoni ularga albatta jo'natib qo'ying.